Şimdiki mening o'g'lim 16 yoshlik o'g'lim Paksat Qurbanjon. Bu o'g'limni Xitoy hukumati 2016-yilda tutib ketgandan beri hech qanday o'g'limning hech qanday izdirkini qilolmadim. Har biringlar ota-ona bo'lsanglar, mening qalbimni tushunishinglarni umid qilaman. Bu rasmga qarab beqinglar. Bu chiroyli bola jinoyatchiga o'xshamdi ekan. O'g'lim gunohsiz. Xitoy hukumati o'g'limni bekordan-bekor tutib ketdi. 3 yil bo'ldi, men bolamning hech qanday izdirkini qilolmadim. Tirikmi, o'likmi, bilmayman. Yaqinda Xitoy hukumati chet el jurnalistlarni chaqirib, ko'zbo'yamchilik qilib, Sharq Turkistonda kamp degan narsa mavjud emas. Biz Uyg'urlarni kampga solmadik. Ularga til va kasb o'rgatyapmiz debdi. Agar mening bu o'g'lim til va kasb o'rganayotgan bo'lsa, zodi qayerda? Men nima uchun o'g'lim bilan